Qirol Artur obrazining ekranlashtirilishi haqida qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Artur haqidagi rivoyatlar asrlar davomida Yevropa adabiyoti, teatr san'ati va kino industriyasida qayta talqin qilinib kelingan. Bugungi kunda Qirol Artur obrazi Britaniya tarixiy afsonaviy merosining eng taniqli timsollaridan biri bo'lib, uning ekranlashtirilishi xalqaro kino industriyasining alohida yo'nalishiga aylangan. Qirol Artur obrazining 1950-60 yillardagi ilk ekran talqinlari asosan teatrlashtirilgan sahna motivlari asosida yaratilgan bo'lib, ularda afsonalarning romantik talqiniga urg'u berilgan. 1967-yilda ekranlashtirilgan Camelot musiqiy filmi Artur afsonalarining kino san'atidagi eng dastlabki yirik loyihalaridan biri sifatida qayd etiladi. Ushbu davr ekranlashtirilishida ritsarlik, sadoqat, qahramonlik va o'rta asr saroy madaniyati markaziy o'rin tutgan. 2000-yillarga kelib, Artur afsonalarining zamonaviy ekran versiyalari shakllandi. 2004-yilda suratga olingan King Artur filmi tarixiy tadqiqotlarga tayanilgan holda yaratilgan bo'lib, unda Arturning Rim Britaniya davridagi yetakchi sifatidagi ehtimoliy tarixiy qiyofasi aks ettirilgan. Bu film afsonalarga tarixiy faktlar asosida yondashuv bo'yicha yangi bosqich sifatida baholandi.